Barmı? Ba. Ha, oylaşdın mı? Nimeni? Unutup kaldın mı? Düştü degen gipimninço. Ha, ras. Şu işmi bar idi ya. Ha, şu, bar idi. Unutup kalgan mı? Vay ya, çaq-çaq qıp koydum. Ha, oylaşdın mı? Ha, oylaşdım. Lekin sana ma'qul desem, burunqi vafosizdak samimini azobda qo'yasanmi? Bu qitim azor yesam, bekla azoblanib ketaman. Diljan bol. Men seni azoplamayman. Ko'zingdan u vafosizlardek yosh oqizmayman. Bana ishongin. Bo'ldi demsa, bir oy sinaq aralashayli. Agar bir oyg'ich ko'nglimni ola olsang, andin sening bo'lay, bo'lamdi? Ma'qul. Men chuqum sening ko'nglingni erishga tirishman. Biroq senmi menga ko'nglingni berishga tirishqinjimi? Ma'qul, chuqum tirishiman. Birinchi qismi. Baxtsiz muhabbati. Salam, qandaq ahvoling hayotim? Yaxshi turyotamsan? Kechirgin. Seni asli hayotim deb chaqirmasligim kerak edi. Lekin mushu damlarda seni bekla sevgandim. Mushu og'riq azobini tortayotgan cheg'imda seni qanchalik sevganligimni bilamsan. Sening mushu vaqtlarda Gayretlik bol canım. Sen chuqum saqayib ketasan. Men uchun bo'lsa bardoshlik bergin. Degan shu gaplaringga qanchalik intizor edim ha? Afsus. Endi sen menga undaq gaplarni qilmaysan. Chunki biz ayrilib ketgan tursak. To'g'ri. Ayrilib ketdik. Biroq bilamsan hayotim. Men sendan emas, balki hayotimdan, baxtimdan, butun jismimdan ayrilibdiman. Biz tanishgandan boshlab bir haqiqatni ko'rishib baxmagan tursak, nemishqa bunchalik bo'lib ketsan deb so'rashim mumkin. To'g'ri. Biz tanishgandan boshlab bir haqiqatni ko'rishib baxmadik. Men sening faqat suyurtingni ko'rdim. Ashu yiqimliq, xushxuy ovozingni angladim. Lekin sen menga xushalik ham baxt ato qilgan eding. Biz tanishgan vaqt esingda bormi hayotim? Mening hozirgacha esimda. Shu kuni sen mening to'pimga kirding. Shu chaqda men sening yaqin bir og'ayning bilan paranglashyotam. Sen tuyuqsizla salom qilib chiqding. Salam do'stlar, qanday ahvolinglar? Salam, yaxshi. O'zingizchi, yaxshimi? Xush kelibsiz, qarshi olaman. deb sening salomingga javob bergan edim. Rahmat, xush bo'ldim. Deding sen. Arzimaydi, o'zingizni bir tanishtirib o'tmamsiz? Sen o'zingni tanishtirding. Menmi o'zimni tanishtirdim. Shuning bilan ikkimiz to'pda paranglashdik. Birdan paranglashgandan keyin meni ayrimxonaga qo'shdim. Men qo'shishni yoki qo'shmaslikni bilmay turib qoldim. Birdan turib o'tgandan keyin seni qo'shdim. Biz birdan paranglashgandan keyin sizni sen desam bo'ladimi? Men yaqin odamlarimni shundoq chaqiraman. Xohlasangiz siz meni sallavering. dedim. Men ma'qul bo'ldim. Shu chaqda mening tunji qitim bir o'g'il bolani sallashim edi. Shuningdan keyin biz yaqin do'stlardan bo'lib qoldik. Sen shu kuni mening telefon nomerimni so'rading. Men hech kimga nomerimni deb bermaydim. Lekin senga ikkilanmayli deb berdim. Chunki seni yaxshi do'stim bo'la olmaydi deb o'ylagan edim. Shu kuni tushdan keyin men cho'ng uyga kirdim. U yerda simsizdir, birda tartib, birda tartmay o'tirdi. Sen menga Bundoq uzoqda gap qilsan, aldirashma. yo'q, aldirash emas. Shu cho'ng opamning uyiga kirgan. Bu uydagi simsizdir tartmay o'tirdi.
uchur bormi? Nima uchur? Sening telefoning budilab qo'ygan edim. Shunga uchur bormi deb so'radim. Ha, asli sen to'laganmiding? Voy, nimishqa to'lading odamni xijil qilib. Rahmatjimi sana? Nimaga rahmat deysan? Xijil bo'lma. Telefon qilaymi? Telefon qilsam elish aplikmi? Men ishkilanib qoldim. Chunki men gap qilsam sal jiddiylashib gap qilatdim. Shu sabablikmi boshqalar bilan telefonda paranglashsam, birdan paranglashibla telefonni qo'yib ketdim. Men sana ahvolimni aytdim. Hech nima bo'lmaydi. Aplik bo'lsa telefon qilay. Telefonda paranglashaylik. Ma'qul. Sen telefon qilding. Biz yarim soatdek paranglashdik. Navoda cho'nglar chiqib qolmagan bo'lsa, balkim yana paranglashishimiz mumkin edi. Telefonni qo'yib, unidarda paranglashaylik. Ma'qul. Bir gap qilsam qabul bo'lamsan. Biz unidarda birdan paranglashgandan keyin sen mendan shunday deb so'rading. So'rava, xafa bo'lmayman. Biz aralashaylik. Bo'lamdi. Menga ko'nglingni berishni xohlamsan. Men bu gapingni anglab, nima deyishni bilmadim. Chunki men bir meyib qiz tursam, men sana hamma ahvolimni dedim. Sen ahvolimni biladiganliging. Menla sana ko'nglimni bersam, sen menga ko'nglingni berdiganligingni aytgan eding. Men gaplaringni anglab, ishkilanib qoldim. Shunga kechda javobini berdigan bo'ldim. Ma'qul emsa, javobingni kutaman. Dedim. Kechda uxlash uchun yozsam, sendan uchur keldi. Bormi? Ba, Ha, o'ylashdingmi? nimani? Unutib qoldingmi? Tushdi degan gapimni-chi? Ha, rost, shu ishmi bor edi-ya? Ha, shu, bor edi. Unutib qolganmi? Voy, yo'q, chaqchaqib qo'ydim. Ha, o'ylashdingmi? Ha, o'ylashdim. Lekin sana ma'qul desam, burunqi vafosizdak samimiyni azobda qo'yasanmi? Bu qitim azor yesam, bekla azoblanib ketaman. Sirjan bo'l. Men seni azoblamayman. Ko'zingdan u vafosizlardek yosh oqizmayman. Menga ishongin. Bo'ladi-demsa, bir oy sinoq aralashaylik. Agar bir oygacha ko'nglimni ola olsang, andin sening bo'lay, bo'lamdi? Ma'qul. Men cho'qim sening ko'nglingni erishga tirishiman. Biroq senmi menga ko'nglingni berishga tirishqinjimi? Ma'qul, cho'qim tirishiman. Mana shunday qilib yurib qoldik. Esingda bormi hayotim? Biz yurib 2 kun ichida sana boshqachalar amroq bo'lib qoldim. Men bunchalik tez yaxshi ko'rib qolaman deb o'ylabma baxmagan edim. Ansiradim. Qo'rqdim. Keyin sendan ayrilolmas bo'lib qolsam, meni meyibgan deb uydagilaring bizni ayirib etarmi deb qo'rqdim. Bu gaplarni sana desam, Sen menga ishonamsan? deb so'radim. Ha, ishonaman. Menga ishonsanglar, qo'limni qo'yib yetmay menga tutib mang'alisanglar, keyingi qiyinchiliklarga tang taqobil turamiz. degan eding, jinim. Shu gaplaringni anglab, sana bo'lgan ishonchim teximi oshgan edi. Seni bara teximi yaxshi ko'rib qoldim. Biz yurib bir oy bo'lay deganda, men seni sinab yiqish uchun ayrilib ketaylik, dedim. Sen boshda qo'shilmaydiganligingni aytding. Biroq men jahillik qilib ayrilib ketaylik deb turib oldim. Chunki shu vaqtda seni ham o'zimni sinab boqmoqchi edim. Biz bir mezgil ayrilib ketib boqmoqchi bo'ldik. Shu kuni sen menga Navoda keyin sig'inib chidayolmay qolsang, yana mening qalbimga kirsang bo'ladi. Mening qalbim sen uchun mangu ochiq. degan eding. Shu chaqda gaplaringni anglab, shunchalik xush bo'lgan edim. Men o'zimni shunchalik baxtli bir qiz, baxtimni tepibdiman deb o'ylagan edim. Shu kuni men seni undidardan yuyib etdim. Shu chaqda yuragimning qanchalik og'irganligini bilamsan. Shu kuni kecha yig'lab chiqdim. Atsi do'stlarim bilan birga bozor aylandim. Biroq o'zim bozorda bo'lganim bilan xiyollarim senda edi. Bozorga berib kelib, yana seni xiyol qilib o'ltirsam, telefonim sayrab ketdi. Qarasam, telefon qilgan senkansan. Xushallik ichida telefonni oldim. Voy, yaxshimisan? Yaxshi, o'zingchi yaxshimi? Yaxshi. Haras,
Kiko'ga qatqina. Ha ma'qul. Xushalliqimda shu hamon kekiyurimni echib seni qo'shmoqchi bo'ldim. Lekin kekiyuringda so'ygunim kim deb savol turadi. Men sana telefon qildim. Vay. Hey, savolning javobi nima? Bo'lmasa qo'shqil bo'lmaydi ekan-ku. Ha, javobi sening isming shu döt. Shuni bilmagan. Men bu javobingni anglab, intayin xushal bo'lib, Kikiyuga seni qo'shdim. Biz shu kundan boshlab Kikiyuda do'stlar ara paranglashib yurdik. Sen bilan kunda paranglashib yursam-mu, yana seni yo'qotib qo'yishdan ansiraydim. Nemishqa demsan hayotim? Chunki seni mendan ko'ngli sovib ketamu deb ansiraydim. Seni yo'qotib qo'yishdan qo'rqatdim. Mushu andish ichida birar oy o'tdi. Men oxiri chidamay sana yarışib qilish uchun telefon qildim. Lekin sen hozir yarışib qolsak bo'lmaydi, deding. Nemishqa? deb so'radim men intayin hayronlik ichida. Agar sen bilan yarışib qolsam, navoda menga bir ish bo'lib qolsa, tuyuqsiz yo'qolib ketib qolsam, u chaqda senga bek ig'ri keladi. Sening azoblanishingni xolamayman, deding. Sana rostali biror ish bo'lib qolsa, men seni saqlayman, dedim uning gaplaridan yuragim og'rib. Undaq deganing bilan sen meni qanchalik saqlay olaysan? 1 yilmi yoki 2 yilmi? Sen chiday olamsan? Men paydo bo'lguncha sen bardoshlik bera olamsan? deb so'radim. Men yig'lab turib seni bir umr saqlaydiganligimni, toki o'lgicha seni kutadiganligimni aytdim. Ham va'da berdim. Biz telefonda birdan paranglashdik. Sen telefonni qo'yish oldida menga xotirjam bo'l. Mening ishlarim tugaguncha meni saqlay olasan, ishlarimni bajarib bo'lib, seni izlayman. Lekin esingda mahkam saqla. Seni mangu suyman, degan edim. Jenim, shu chaqda seni suyman degan gapim hozirgacha esimda. Sen meni izlaguncha saqlaydiganligimni aytib xo'shlashdim. Lekin ertasidan boshlab seni sevishga boshladim. Shu chaqda bir kun xuddi 1 yildek o'tdi. Sen shunday qilib birar oyda yo'qolib ketgan bo'lding. Shu 1 oy jarayonida seni bekma sevdim. Bir kun oqshimi tuyuqsiz birisi unga qo'shdi. Men ishkilinib turib uni qo'shdim. Salom, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingchi? Men yaxshi, siz kim-u? Men degan kim? Men Zuloya. Men deydigansiz, Zuloya degan men tursam. Hey, seni mendan boshqa yana kim sanlaydi? Sen bilishyapmi? Ha, men shu. Men shunday xushal bo'ldim. Biz birdan tanishgandan keyin sen menga endi menga sendan ayrilmayman. Men shu chaqda yana bir qitim dunyodagi eng baxtli qiz ekanligimni haqiqiy his qildim. Bizning xushal kunlarimiz yana boshlandi. U da 5-oyning 20-kuni. Men bu kunni hargiz unutib qolmayman jenim. Chunki shu kuni men yuragimni butunlay sana topshirganman. Seni mangulik juftdim deb qilganman. Biroq bu xushalliqim o'zimda bor. Bir kuni sen opamga ishimizning ishini degan. Biroq bu ishga qo'shilmaganligini aytdim. Men shu chog'da ko'nglimning qanchalik yerim bo'lganligini bilasan. Lekin sana faqat chondirmagan edim. O'zimdan og'ridim. Chunki men meyib, shuni meni hech kimning kelin qilgisi kelmaydi. Navoda men meyib bo'lmagan bo'lsam, sendan ayrilib qolmagan, ham orzuyimga yetgan bo'lardim. Shunda qilib biz do'st bo'lib o'tadigan bo'ldik. Biroq ko'nglim yanada shunchalik yerim edi. Chunki hamon bir kuni sen mening emas, balki boshqalarning bo'lib ketsan. U chaqda meni butunlay unutib ketsan. Mening shu kundan boshlab butun xushalliqim yo'q bo'ldi. Hayotim, turmushim shundoq ma'nisiz o'tyapti. Qo'llarim shundoq jonsiz. Xuddi hozirla jinim chiqib ketadiganidek dardimni faqat o'zimni biladim. Sen mendan yiroqlashib ketib boratding. Burunqi dilshatim borgancha mendan yiroqlashib ketib boratdi. Men o'ngida gap qilsam-mu, sen ko'p gap qilmayding. Bundaq chaqda yuragim echishib ketdi. O'zimni xuddi bir qorong'ulikda qolgandek his qilardim.
mushu kunlarda mijozim shundoq osonlashib ketyotdi. Bir kuni men chambarak aralab o'ltirib, tuyuqsiz ko'zim sanch qolgan suratga tushib qoldi. Men shu hamon suratni ichib qarab turibla qoldim. Suratdagi do'stim Alfira bilan sening shundoq qizg'in paranglashgan unidor xotiranglar edi. Men ishkinglarni yurayotgan o'xshaydi deb o'ylab, o'zimni tutib olamay yig'lab ketdim. Chunki bu ikkilisi men yaxshi ko'radigan odamlar tursa, biri yaqin do'stim Alfira, yana biri jinimdan aziz ko'rgan suygunim tursa. Ham necha kunning oldida men Alfira bilan paranglashib, Alfiraga ichimdagi gaplarning hammasini deb bergan edim-ku. Shu chaqda menga nemishqa men Dilshod bilan yurayotman demaydi. Yana teg uningdan Dilshod bilan paranglashyaptamsan deb so'rasam, "Yo'q, uni yuvatkili xeyli bo'ldi, paranglashmadim" degan edi-ku. Men shularni xiyol qilib, ich-ichimdan chiqayotgan ochiq azoblarni o'ylab, o'ksib yig'lab ketdim. Meyip qizning baxtsiz muhabbati nomliq 3 qismliq ovozliq asarning birinchi qismini anlatdik.